Aziz obunachilar, bugun sizlarga kompressorlarni kattasi, kichkinasi haqida tanishtirib o'tamiz. Bugun kompressor 8 litrdan boshlab 500 litrgacha bo'lgan kompressorlarimizni va 5 shumli va moyli kompressorlarimizni tushuntirib o'tamiz. Sizlarga eng kichkina 8 litrli kompressorlarimizdan boshlaymiz. Bu kompressorlarimiz ham moylisi ham bor, 5 shumlisi moysiz ham bo'ladi. Moyli nimaga ishlatiladi? 5 shumli nimaga ishlatiladi? Moyli kompressorlarimiz asosan vulkanizatsiyalarga, stroykalarga, shunga o'xshash holatlarda ishlatiladi. Moyli kompressorimizni uni nima deydi, qora ishlarda ko'proq ishlatiladi. Chunki bu moyli kompressorimiz moysiz kompressorimizga qaraganda ancha mustahkamroq bo'ladi. Keyin uni remont qilish osonroq ham bo'ladi kompressorimizda. Shuning uchun ham biz moyli kompressorimizni asosan vulkanizatsiyalarga, ustakalarimiz ishlatadi asosan hovlilarda kraska sepish, xapyor sepish, qishloq xo'jaligi farqi yo'q. Hamma sharoitga moslashib ketadi. Faqat uni no degan tarafi ovozi balandroq bo'ladi. U kompressorlarimizni bitta vulkanizatsiya yoki stroykada emas. Bu kompressorlarimizni undan tashqari moykalarda ham ishlatiladi. Moykalarda uni 24 taligi, 30 talik, 50 talik nechta pistolet ulanishiga qarab ishlatiladi. Sizlarga bularni farqini tushuntirib. 5 shumli kompressor, moysiz kompressorlarimiz bitta motor 2 portion, ikkita motor 4 ta portiondan boshlab 4 ta motor 8 ta portiongacha bo'lgan kompressorlarimiz bo'ladi. Bu kompressorlarning farqlari, kichkinalari esa asosan stomatolog yoki dubl pistoletlar, shunga o'xshash mayda uskunalar ishlatishga ishlatadi bularimizni. Chunki u pistoletlarda, stomatologlarda katta davleniya kerak emas. Ularga o'rtacha 1-1,5 atmosfera yetganning hisobiga 5 shumli kompressorlar keyin ovozi past domlarda ishlashi mumkin. Har xil holatlarda ishlashi mumkin. Moysiz kompressorlar ishlatiladi asosan. Shuning uchun ham bularni kichkinasi ishlatiladi. Keyin non apparat ko'p hozirgi kunda xamirlarni yasash uchun, nonlarni yasash uchun apparatlarga 5 shumli kompressorlarimiz ishlatyapti. Buni 50 talik, 70 talik, 100 taliklargacha ishlatyapti, katta kichikligiga qarab. Asosan hadovoy bo'lgan 50 talik, 80 talik, 100 talik bo'ladi. Bu kompressorlarimizni non yasagich apparatni katta kichikligiga qarab ishlatyapti. Bu xuddi shunday apparatlarga ham qo'yilyapti. Undan tashqari bizda mana 100 litr, 120 litrlik kompressorlarimiz bor. Bu kompressorlarda rabochiy davleniyasi 2,5-3 dan 4 gacha bo'ladi. Buni 220 3 fazasi bo'ladi. Undan keyin bu katta kompressorlarimiz 200 taliklar. Bular 3 fazali moyli kompressorlar bo'ladi. Bularda ham porsionlar har xil bo'ladi. Moyli kompressorlarimizni 42, 47, 65, 90 bo'ladi. Buni eng kattasi 90 portion bo'ladi-da, 2 ta kallali, 3 ta kallali bo'ladi. Mana katta kompressorlarimiz, bularda har bittasining kallasi 90 talik porsionda turib, bular 8 dan 12 gacha davleniya beradi. Katta kompressorlarimiz bu. Atmosferasi 12, 8 shunday bo'ladi. Bular asosan gayka yo'rtlarga ishlatiladi, vulkanizatsiyalar, katta mashin ballonlarini damlash uchun ishlatiladi. Bular rabochiy davleniyasi deyiladi. Rabochiy davleniya degani nimani tushunamiz? Kichkina kompressorlarimiz ham 8 davleniyagacha beradi. Bu 8 davleniya degani bularni rabochiy davleniyasi 8 emas. 1,5 dan boshlab 3 gacha bo'ladi kichkina kompressorlar, 100 tagacha bo'lgan. Katta kompressorlarimiz esa 4 dan boshlab 8, 12, 15 gacha, 16 gacha ketadi. U farqi mana bu 100 talik kompressorimiz. Bu rabochiy davleniyasi asosan 2,5-3 bo'ladi. Bunda kallasi porsioni esa buniki 47 lik bo'ladi, gilza. Gilzani razmeri bor, 47 deyiladi. Xuddi shunga o'xshab bundan sal kattaroq bo'ladi. Buniki 65 deyiladi. Bu ham 3 ta kallali. Bunisi 2 ta kalla bo'lsa, bunisi 3 ta kallali. Bu 65 talik porsion bo'lganning hisobiga buni kattaroq ishlarga ham ishlatsa bo'ladi. Ustakalarimiz ham ishlatsa bo'ladi. Chunki bunda ikkita chiqadigan joy bor, ikkita apparat qo'yib ishlatsa ham bo'ladi.
Bu katta apparatimizga kelganda endi bu 500 talik, 200 talik bular asosan zavodlarga 500 talik kompressorlarimiz zavodlarga ishlashi mumkin. Shunga o'xshash holatlar. Keyin bularga undan tashqari mana kompressorimizga qo'yganmiz. Benzinli, dizelli motor ham ustanovka qilib qo'ysa bo'ladi. Undaqa ustanovka xizmatlari ham bor o'zimizda. Motori olinib, oddiy motor qo'yilishi mumkin. Benzin va dizelli nasos. Bularda esa atmosferasini 14 dan 16 gacha chiqarish mumkin. Ya'ni dizel motor qo'yadigan bo'lsak, o'zini motori bo'lmagan holatda, har xil holatlarda dalada ishlash mumkin. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Yo'ldagi xizmatlar, har xil xizmatlar. O'sha holatlarga buni dizelni motor qo'yib, mashina orqasiga olib borib, dalada ham ishlatsa bo'ladi. Balonni qanday? Gayka o'rtlar ham havoda ishlaydigan bor. O'sha balonni yechishga ham hammasini yechishda xuddi shuni dizelni motorlardan ishlatsak bo'ladi. Bu kompressorlarimizda hammasiga 6 oy garantiya, servis xizmatlarimiz ichida. Ikkita viloyat bo'yicha dastavka xizmati bor. Tuman markazlarigacha mijoz bilan kelishgan holatda pastga nomerlarimizni qoldiramiz. Narxlariga keladigan bo'lsa 650 mingdan 12,5 milliongacha bo'lgan kompressorlarimiz mavjud. Litri 8 litrdan 500 litrgacha realniy bor hozir o'zimizda. Hammasi bor. Dastavka xizmatlari tuman markazlarigacha mijoz bilan kelishgan holatda hammasining iloji bor. Ro'ksini kutib qolamiz.